Bir kuni men survival qilish uchun Minecraftga kirdim va shunchaki survival qildim. Va shundan keyin o'zidan o'zi g'alati tovushlar eshitila boshladi. Men bu nimaligiga qiziqdim. Men donni olishim kerak edi. Shuning uchun yerni chopdim. Chunki men огород qilishim kerak-ku. Va xuddi shu vaqtda yana qanaqadir ovoz eshitildi. Xo'sh, bu nima ekan? Bilishni xohlasanglar video davomigacha ko'ringlar. Va keyin qumga bordim. Qumda o't o'sganini ko'rdim. Bu menga juda ham shubhali ko'rindi. Va shunchaki ketayotgan edim. Cho'chqa mendan qochayotgan edi va o'lik Stevening o'ligi. Men sarosimaga tushdim va shundan keyin shunchaki qo'rqib yashirinishga qaror qilgan edim. Bu hali ham o'sha joyda turgan ekan. Va men qochdim undan. Lekin meni ovqat ko'zimni ko'r qildi va men ovqat olishga tushdim. Bu men o'ylagan ovqatlar emas ekan. Va sabzi bor ekan, o'shani yeb oldim. Bo'yim o'sadi. Stevenikiga o'xshab yirtiq og'iz bo'lmayman dedim. Shundan keyin men ketayotganman. Sarosimadan to'xtadim. Shundan keyin shunchaki ketdim. Yo'limda qishloqlar juda ham ko'p edi. Bu ham meni shubhaga soldi va boyagi maxluq yana qaytdi. Lekin men uni ko'rmayapman. Endi ko'rdim mana. Xo'p, u meni urishni boshladi. Lekin u juda ham kam urun olar ekan. Men qochdim va u ko'rinmadi deganimda oldimda chiqdi. Men yana qochdim va kallamga bir narsa keldi. Qochishdan foyda yo'q ekanligini bildim. Va shunchaki yashirinishga harakat qildim. Yashirinayotgan vaqtimda meni urdi. Va men yashirinishga ham ulgurmadim. Men uni urib qochdim. Lekin u ancha-muncha kuchli edi. Shuning uchun uni o'ldira olmadim. Men sabzi yeb qonimni to'qlamoqchi edim. Hech bo'lmaganda jonim to'ladi deb o'ylagan edim. Va yana yashirinishga qaror qildim. Yashirinish vaqtida men deyarli kavla bo'lganimda u meni yana urdi chichqaq. Va u ko'rinmay qoldi. Men kavladim. Keyin u meni urishni boshladi. Va men nima qilishni bilmadim. Shuning uchun tepamni yopib olmoqchi bo'ldim. Va menda yarimtagina yurak bor edi. Va men o'ldim. Xayr, emas. Video tez tugab qoldi. Hozir reklama boshlandi. Demak, xayr, emas. Короче, jigarimiz Mash kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Obuna bo'lmasanglar bo'lmaydi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Ketoringlar bo'lmasa men kelinglar. Obuna bo'linglar. Obuna bo'l. Obuna bo'lmasang